Qualcomm protsessorli telefonlarda orqasini ochmasdan YDL rejimga o'tkazishni hozir o'rgataman. Bu uchun maxsus kabel yasab olish kerak. YDL kabel. Mana shunaqangi holatda bo'ladi. Bu yoqda yashil va qora provodlarni bir-biri bilan prosta ulab qo'ysa bo'ldi. Tak, bizga nima kerak? Bizga kerak bo'ladi bitta maxsus YDL kabel, qo'lda yasalgan va bitta обычный kabel Type-C. Tak. Bitta qo'lga sal neudobno. Tak, nima qilamiz birinchi? Birinchi telefonga maxsus kabelni ulaymiz. Uladik maxsus kabelni va 3 ta knopkani bosib turamiz. Bosamiz 3 ta knopkani telefon o'chguncha. Telefon o'chgandan keyin hamma knopkani qo'yib yuboramizda, minus knopkani 14 marta bosamiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bo'ldi, endi bu kabelni uzamiz. Va обычный kabelni ulaymiz telefonga. Mana Qualcomm Comport mana telefonimiz mana aniqlandi. Mana bu yerda programma orqali ham xohlagan Qualcomm telefonlarni shunaqangi YDL rejimga o'tkazsa bo'ladi. Mana shunaqangi original kabel orqali. Bu simimizda 3 ta provod bo'ladi. Oq, qizil, yashil, qora 4 ta bo'lar ekan. Yashil bilan qoralarni ochib olib, bir-biriga prosta shunaqangi holatda ulab qo'ysa bo'ldi, ishlaydi. Agar kim